Qaysi mamlakat fuqarolari eng kam sayohatga chiqishadi? Qani shuni hozir biz 5 talikni tuzamiz, siz savol bering, men sizga javoblarini aytib beraman. Unda aholisi zich joylashgan Bangladesh. Bangladesh, to'g'ri, Bangladesh kam sayohat qiladi, lekin birinchi o'rinda emas, u bizning reytingda 4-o'rinda turadi. Unda shunga yaqin joylashgan Nepal. Nepal fuqarolari to'g'ri, bizning reytingda sal yuqoriroq o'rinda turadi. Sayohat qilish kam, asosan ichki turizm bilan cheklanib qolgan, bizning reytingda 2-o'rinda turadi. Qo'shnimiz Turkmaniston. Turkmaniston to'g'ri, ichida ba'zi bir taqiqlar bo'lishiga qaramasdan, lekin ular 5 talikda yo'q. Sayohat jihatdan sal ko'proq sayohat qilishadi. Hindiston, ha, bu javob tutdim. Hindiston bizning reytingda 5-o'rinda turadi. To'g'ri, ularda chet elga borib mehnat kuchi sifatida ko'p chiqishadi, lekin sayohat sifatida juda ham kam, ya'ni 5-o'rinda turishadi. Unda Afrikadan davom etamiz, Niger. Niger to'g'ri topdingiz. Bu lekin birinchi o'rin emas, 3-o'rinda turadi. Chunki yoqda ichki transport juda ham og'ir, qiyin. Tashqi dunyoga chiqib borish ular uchun ancha murakkabroq. Unda Shimoliy Koreya birinchi o'ringa. Shimoliy Koreya. Yo'q, Shimoliy Koreya to'g'ri, qandaydir taqiqlar bor, lekin ular bizning 5 talikda yo'q. Birinchi o'rinda turadigan bizga uzoq bo'lmagan Afg'oniston. Chunki yoqda siyosiy va xavfsizlik jihatdan sayohat qilish juda ham kam. Sizchi, shu 5 ta mamlakatdan qaysi biriga sayohat qilgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib keting. Shunaqangi qiziqarli ma'lumotlarga o'tib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling.